eng ko'p beriladigan savollardan bittasi masalan uchrashuvga chiqqan paytda nimani so'raydi deydi-da yigitlar. Qayerga qarab ketayotganingizni siz aniqlashtirib olganingizdan keyin turmush o'rtoq topish osonroq bo'ladi. Shunaqa muammolar bor, vaqti bilan o'tib ketmaydi-da. U naborot kattalashib ketishi mumkin. Muammoli xonadonlarni ko'radigan bo'lsa, o'sha joyda dama ko'zir bo'ladi. O'sha xonadonda erkak kishini, erini gaplari e'tiborga olinmaydigan bo'ladi. Noto'g'ri ish qildimi? Sen noto'g'ri qilding demaslik kerak. Erkaklar kerak bo'lsa shu qo'li bilan og'zini yopib chiqib ketish kerak-da uydan, to'g'rimi? Odatda ayollar otasiga o'xshagan erkak kishini er sifatida qabul qiladi. Hamma insonning asl qiyofasi, asl yuzi birga yashashni boshlagandan keyin ochiladi-da. Qiz bolani yo'qchilik, o'g'il bolani to'qchilik bizada degan narsa. Aynan mana shu sevishib turmush qurganlar ajrashyapti-da. Jamiyatda nimani o'zgartirgan bo'lardingiz agar sizda shunaqa imkoniyatingiz bo'lsa? Oila qurishdan oldin oilaga tayyorlov kurslarini majburiy qilib joriy qilgan bo'lardim. Voy vashta. Men endi sizdagi katta bu muammoga to'qnash kelgan insonlar bilan ko'p gaplashmayman, lekin atrofimdagi qarindoshlar deymizmi, tanish bilishlar deymizmi, bir narsani ko'raman-da, bir narsani sezaman. Ko'proq muammo erkakda bo'ladi-da. Ya'ni ayollar olib demoqchi emasman. Erkakda bo'ladi. Nimaga? Erkak kishi o'sha aytaylik oilaviy muammo bo'ladimi, ishidagi muammo bo'ladimi, o'sha muammoni olib hal qilishga mas'ul-da. Olib hal qilishga mas'ul. Lekin men ko'radigan narsa erkaklar shu muammodan qochadi. Ya'ni muammoga yuzma-yuz to'qnashib, u bilan nima deydi? Urushmaydi-da, qo'pol aytganda, hal qilmaydi uni, de. Bekinib aniq qilishga harakat qiladi, o'zini olib qochishga harakat qiladi-da. Boshim og'rimasin deydi-da. Ha, mana shunga shunaqa fikrga belashishimga. Qisman to'g'ri, biz ko'p demaylik. Ha, unaqangi toifadagi insonlar ham bor. Ha. Afsuski, hozirgi biz o'g'il bolalarni, ya'ni o'g'il farzandlarni tarbiyalashda biroz ruschasiga aytganda momentin sinochik qilib tarbiyalayapmiz-da. Bolam, hamma narsani o'zimiz hal qilib beramiz. Ayniqsa onalar boshqacha tarbiyalashyapti. Mustaqil fikr kam va mas'uliyatni bo'yniga olish hissi kam. Nimaga? Chunki hamma narsa ona qilib beryapti-da. Ota endi tabiiyki ishda, boshqa joyda va onalar bu tarbiya bilan shug'ullanishyapti. Men ko'proq iltimos qilgan bo'lardim, hurmatli opa-singillar, iltimos o'g'il farzandga jiddiy e'tibor beringlar. Ertaga oila boshli bo'lishi kerak u. Giperopeka deydi-yu, ha? Shunaqa. Ha. Momentin sinochik bo'lib qolgandan keyin ertaga masalan xotin bilan o'rtasida muammo bo'lib qolsa ham onam hal qiladi deydi. Onam hal qiladi deydi va onasiga tashlab bersa, ba'zi narsalarni masalan yo'q desa, kelin bilan o'rtasida ham muammo kelib chiqaveradi-da. Biz tabiiyki o'zimizning onalarimizni yaxshi bilamiz. Fe'lini, xarakterini, nimaga ruxsat beradi, nimaga ruxsat bermaydi. Ba'zi paytlarda ona ruxsat bermaydigan joylarni biz bilib turib, kelin so'raydigan bo'lsa, biz o'zimiz yo'q, hozir emas, keyin deb qo'ysak, bu narsani qaynona aytadigan bo'lsa, kelinga boshqacha ta'sir qiladi va er aytadigan bo'lsa, boshqacha ta'sir qiladi. Qabul qiladi-da, eridan qabul qiladi, qaynonasidan qabul qilmaydi. Shu bilan kelin bilan o'rtasida ziddiyat va ba'zi joylarda yengil narsalar bo'ladi. Eri ruxsat berishligi mumkin bo'lgan paytda onasining kayfiyatini biladi. Xos so'rasa, onam yo'q demaydi. Onamdan so'radisa, o'sha paytda ona ruxsat beradi va tabiiyki kelin bilan qaynonaning o'rtasida munosabatlar yaxshilanadi. Qaytanga qaynona juda ham yaxshi-da degan bir qanaqangi tushunchalarga borib qoladi. Endi buning uchun erkak kishidan juda ham katta mas'uliyat talab qilinadi. Hisobga olish, diplomatiya, unisi ham yonib ketmasligi kerak, bunisi ham yonib ketmasligi kerak. Shunaqa. Ya'ni matonat talab qiladi, to'g'rimi, erkakdan.
Bu yerda endi asosiy hal qiladigan va qaror qabul qiluvchi, meni o'ylashim bo'yicha, oilada erkak bo'lishi kerak-da. Shunaqa. Shunda ko'p muammolar hal bo'lib ketadi-da, ya'ni aksar 80-90% muammo hal bo'lib ketadi deb o'ylayman-da. O'zi muammoli xonadonlar bor-da. Muammoli xonadonlarni ko'radigan bo'lsa, o'sha joyda dama ko'zir bo'ladi. O'sha xonadonda erkak kishini, erni gaplari e'tiborga olinmaydigan bo'ladi va ayol qaynona bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi, hamma hukmni o'tkazadigan bo'ladi. Hammaga. Va bu juda ham yomon. Va ana shu xonadonlarda muammo bo'ladi odatda. Erkaklar nisbatan qaligani bittada chopadi, bo'ladi, bo'lmaydi deb qo'yaveradi. Qog'ozga o'rab, qaligani egovlab o'tiravermaydi-da. Bilmadim, mana shunaqangi xonadon bo'lsa, erkak kishi bosh bo'lsa, u yerda deyarli muammolar kuzatilmaydi, deyarli. Shunaqa. Men o'sha sezadigan narsa vaqti bilan o'tib ketadi, vaqt bilan yaxshi bo'lib ketadi deydigan gaplarni ko'p eshitaman-da, anaqadan, oila boshliqlaridan. Lekin shunaqa muammolar bor, vaqti bilan o'tib ketmaydi-da. U naborot kattalashib ketishi mumkin. O'sha qaynona va kelin o'rtasidagi o'sha muammo, ya'ni qachonki erkak kelib o'rtaga men bu yerda boshliqman, davaychi men hal qilaman buni demaguncha hal bo'lmaydigan muammolar bor ekanda, Shavkat. Shu aksar bizni oldingi ko'rsatuvlarimizda ham anaqa izohlarda aynan mana shu narsani ko'proq yoritinglar, shu narsaga, ya'ni qaynona kelin muammosini ko'proq yoritinglar deganga mana shuni yana ozgina ochsak bu muammoni, ya'ni bularni demak aytaylik, o'sha qaynona va kelinning o'rtasidagi asosiy bo'ladigan muammolar nimada yana deb o'ylaysiz? Ya'ni asosiy nimaga urushadi ular o'zi? Nimaga chiqisha olmaydi? Ko'pincha rashk tuyg'usi. Ya'ni ona farzandini tug'ib, katta qilib, qiynalib, masalan, shuncha voyaga yetkazdida, uni boshqa ayolga topshirib yuboraman degan bir tushuncha bo'lib qoladimi deb o'ylayman. Va ko'pincha ayollar, masalan, izohlarda aynan rashk sabab ekanligini aytishadi-da. Shunaqangi paytlar bo'ladi, qaynona o'g'lini shunchaki yarim kechasigacha oldida olib o'tiradi. Kirib dam olishligiga ruxsat bermaydi. Onam oldin, bolam oldinda o'tir. Gaplashaveradi, nimadirlarni so'raveradi va u xotinning oldiga kirib yota olmaydi, charchagan bo'lsa ham. Va shunga o'xshash holatlar uchrab turadi. Endi biz xohlardik erkaklardan, ona meni ertaga ishim bor, vaqtli turib ketishim kerak yoki shu kabi aniq uzr so'rab, qo'pollik qilmasdan, eng asosiysi onaga qo'pollik qilish kerak emas. Diplomatiya bilan sekin chiroyli qilib chiqib ketish kerak vaziyatdan va u yerda uni mustaqil fikr bor ekanligini bildirish kerak. Mana shu narsa indamasdan bizda ona deganda ulug'laymiz va ba'zilar buni oshirib yuboradi. Bu narsa faqat to'g'ri tushunishlik kerak. Biz onaga hurmatsizlik qilish kerak demayapmiz. Onani hurmati bor, faqat chegaralanganda. Onaga hamma narsa mumkin degan narsa yo'q. Ba'zi joylarda onaning ham huquqi to'xtaydi-da. Mana shu paytda o'g'illar to'g'ri vaziyatdan chiqib ketishlik kerak. Va yana bitta narsa, har qanaqangi kelin yangi xonadonga borgandan keyin moslashib ketishlikka vaqt talab qilinadi. Bu paytda biz yigitlardan qattiq iltimos qilamiz, o'sha qo'llab-quvvatlash. Ba'zan tushunmovchilik bo'ladi. Ovsinlarning o'rtasida, qaynona bilan kelinning o'rtasida tushunmovchilik bo'lib qoladi. Erkalanib, masalan, xonadonda otasidan erkalanib katta bo'lgan bo'lishligi mumkin. Ba'zi gaplar ko'tara olmasa, bu paytda shunchaki kuyov turib berishlik kerak. Onasi xafa bo'lma. Jahl usta aytib qo'yildi, lekin men borman-ku. Men yoningdaman-ku. Men seni yaxshi ko'raman-ku. Sen shu uyga men uchun kelding-ku degan ma'noda. Ba'zan ayollarda shikoyat qilish holatlari kuzatiladi. Kelinlarda do'st. Kelin eriga aytadi. Sizni onangiz unaqa qildi, adangiz bunaqa qildi, ovsinim, akam falonchi, pismonchi qildi. Bu shikoyat qilish bitta narsani tushunish kerak. Urushtirish ma'nosida emas. Ya'ni bu borib turibsiz, onangiz bilan urushib qo'ying, ko'rsatib qo'ying, gapirib qo'ying degan ma'noda emas. Bu narsani o'sha noto'g'ri qabul qilishadi aka-ukalarimiz va xotinni qattiq urishadi. Sen nima meni onamni gapirasan deydi. Yo'q, tabiiy insonda emotsiya bo'ladi. O'sha paytda xafagarchiligini
ichidagi salbiy emotsiyani shunchaki chiqarib olishlik kerak. U eriga aytmasa kimga aytsin? Kimga aytadi? Kimga aytadi? O'zi gapirib o'tirmaydi. Ha, masalan, borib qo'ni qo'shniga aytadigan bo'lsa, qaytangi xonadonda janjal to'polon bo'ladi. Uydagilarni g'iybat qilgan bo'ladi, sirlarni oshkor qilgan bo'ladi. Ota-onasiga aytadigan bo'lsa, qudalarning o'rtasida ziddiyat paydo bo'ladi. Lekin bu narsalar aytib, gapirib chiqarib yuborishlik kerak bo'lgan narsalarda. Xo'p, onasi ozgina sabr qilgan, hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Men yoningdaman-ku. Birgalashib bu vaziyatlardan chiqib ketamiz. Men endi nima qilay? Onam bilan borib urushaymi deb so'rasangiz, "Yo'q, urushmang" deydi. Hamma ayollar shu, urushmang deydi. Shu xafa bo'ldim-da deb qo'yadi. Qo'y, xafa bo'lma, hammasi yaxshi. Bitta shikoyat ko'tarib kelsin, hammasi joyiga tushib ketadi-da. Shunaqa umumiy vaziyatlar. Qaynona kelin o'rtasidagi munosabatlarni hal qilishda erkaklarni, erlarning roli juda ham katta deb o'ylayman. Zo'r. Endi bir xil payt Elboy, men masalan siz aytyapsiz, har bitta xonadonda urush janjal bo'ladi. Hal qilinayotganda, отношениялар nima deydi? Munosabatlar hal qilinayotganda bolalar ham oldida bo'lib qoladi-da. Ko'pincha o'sha bolalar o'sha narsani ko'radi. Ota-onasi urushayotgan, masalan, eri ayol bilan urushayotgan yoki deb qaynonasi kelin bilan urushayotganini ko'radi-da. Va tabiiy ular qanaqadir sezish anaqasi bo'ladi-yu bolalarda. Ya'ni sezib uje ularga balki nima deydi, psixologический udar bo'ladimi-de va tabiiy o'sha narsa ham ta'sir qiladimi bolaga? Ta'sir qiladi. Ikki xil tomondan ta'sir qilishligi mumkin va men tavsiya qilgan bo'lardim odamlarga. Islomda oila, muammo va yechimlar degan kitob bor. Juda ham zo'r. Ilgari birinchi nashrdan keyin hozir yaqinda ikkinchi nashr chiqdi, hozir sotuvda bor. Oilada uchrashi mumkin bo'lgan muammolar yozilgan va mana shu muammolardan qanday chiqib ketishlik kerak, yechimi bor. Faqat uni olish kerak, o'qish kerak va amalda qo'llash kerak-da. Siz aytayotgan narsalar xuddi shu joyda yozilgan. Aytilyapti, agar er xotinini, farzandlarini oldida urushadigan bo'lsa, bitta salbiy tomoni ertaga onani bolalarni ko'zini oldida qadr tushadi. So'kib yotibdi, haqorat qilib yotibdi, urib yotibdi. Birinchi tomonda onani qadri tushadi, mavqei tushadi va biz tan olib aytishligimiz kerak, onalar farzandlarimizni tarbiyachisi. Biz erkaklar ko'chada yuramiz. Ro'zg'or tashvishi, boshqa tirikchilik narsalar bilan ko'chada yuramiz, farzandlarimiz bilan onalar ko'p shug'ullanadi. O'sha paytda agar bola onasini hurmat qilmasa, qadr tushib ketgan bo'lsa, mavqei ertaga onaning gapini oladimi? Olmaydi. Bolam qil desa, qilmaydi. Nimaga? Chunki so'kilib yurgan ayolda u. Bolam qilma, bu noto'g'ri desa, men o'zim bilaman deydi. Ya'ni bo'ldi, bu yerda endi tarbiyachini shundoq mavqei tushib ketdi. Ikkinchi tomoni, salbiy tomoni. Otani yomon ko'rib qoladi. Tabiiyki farzandlarda himoya, onasini yaxshi ko'rish, onasini himoya qilish instinkti bo'ladi va agar onasini himoya qilaman deydigan bo'lsa, o'rtaga tushadi, aralashadi. Birinchidan o'sha psixologik nima ta'sir qiladi. Ikkinchidan otani yomon ko'rib qoladi. Nima uchun otam kelib turib onamni urishaveradi, so'kaveradi, haqorat qilaveradi degan narsada. Bu juda ham yomon narsa va biz qaynonalarga ham iltimos qilamiz. Kelinda nimadir xato bo'lib qoldimi? O'g'linglarga aytinglar. O'g'lingizga ayting, o'g'il borib turib xotiniga aytib, onasi buni qilsang yaxshi bo'ladi, buni qilmasang yaxshi bo'ladi. Va bu narsalar farzandlarning oldida emas. Alohida eshiklarni yopib, yuzma-yuz o'tirib, to'g'ri, noto'g'ri, qil, qilma, yaxshi bo'ladi, yaxshi bo'lmaydi degan ma'noda aytilsa, hech kim bu yerda zarar ko'rmaydi-da. Qaynona kelin munosabati saqlanib qoladi. Hop, er-xotin munosabati saqlanib qoladi va farzandlar ham bunaqangi narsalarni ko'rmagandan keyin ular ham ruhiyatida yaxshi bo'ladi, yaxshilik bo'ladi. Ya'ni bu yerda asosiy shaxs erkak bo'lyapti oilada va bu yerdagi o'sha qaynona deymizmi, kelin deymizmi, через erkak o'sha narsa hal qilinyapti. Ya'ni erkak most sifatida bo'lib turibdi. Ya'ni bu narsa zanjirga o'xshar ekan-da, to'g'rimi? Ma'lum bir darajada shunaqa desa ham bo'ladi, ha. Endi biz aytmaymiz, hamma muammolarni eringlarga aytinglar, hamma muammolarni o'g'linglarga aytinglar. Endi masalan erkak kishi ham bir kun charchaydi-da. Yo'q, bo'ldi-da dorada. Qachongacha deb. O'zi shuncha ishi bo'lishi kerak, u tirikchilik, pul topish kerak, ro'zg'or tashvishlari. Yana unga kamida masalan bu yerda qaynona onasi kelin deb turib egavlasa.
Bu yerda xotin onangiz deb turaveradigan bo'lsa ham, erkak kishi shuni charchaydi, boray deydi, qo'lini siltab yuboradi. O'sha siz boyam aytgandek, shuni tashlaydida, chetga o'tadi, nima qilsanglar qilinglar deydi. Bu ham noto'g'ri. Iloji boricha ba'zi narsalarga shunchaki e'tibor qilmaslik. Ya'ni ko'rmaganga, eshitmaganga olish ham ko'p muammolarni hal qiladi. Lekin erkak kishi asosiy inson baribir oilada. Zo'r. Demak, o'sha men tushungan narsa boyagi bolani oldida urushmaslik. Ya'ni er bilan ayol bo'ladimi, kelin bilan, demak o'sha qaynona bo'ladimi, bolasini oldida munosabatlarni hal qilmaslik. Chunki bu agar munosabat hal qiladigan bo'lsa, bu zanjirda ulanib ketaverar ekanda. Ya'ni demak, u narsani bola ko'radi, onasiga boyidagi fikrni bildiradi, bo'ladi, otasini yomon ko'rib qolishi mumkin va tabiiyki u o'sgandan keyin, katta bo'lgandan keyin balki siz aytganingizdek bu norma deb qabul qilar. Ya'ni o'zining oilasiga nisbatan ham shu narsani qo'llashni boshlaydi-da. O'g'il bo'lsa, otasi xotinini uylangandan keyin so'kadi, uradi, haqorat qiladi va bu iloji yo'q qolib ketganda uni haligini miyasida. Aytganingizdek normal holatdek qabul qiladi. Hamma erlar o'zini xotinini urish kerak, so'kish kerak va haqorat qilish kerak degan narsa. Qiz bola bo'lsa, demak hamma ayollar kaltigiydi, haqorat eshitadi, so'kadi deb unga ham moslashib qolishligi mumkin-da va bu juda ham yomon narsa. Haqiqatda o'sha zanjirdek bo'lar ekan va tabiiy haqiqatan norma deb qabul qiladi bola. Lekin har doim ham urushish emas. Endi meni o'ylashim bo'yicha erkak kishi og'ir bosuvroq bo'lib kamroq gap gapirish kerak deb o'ylayman-da. Chunki o'zingiz bilasiz, bitta gap bilan ko'p narsa hal bo'lib ketib qoladi-da. Ya'ni okey, bo'lyapti o'sha narsa, mayli joyida hal qilmasin o'sha narsani, to'g'rimi? Ya'ni misol uchun aytaylik, men o'sha o'qigan anaqada kitoblarda aytishadi, misol uchun qanaqadir bir ayol bilan urushib qolgan, erkak ayoli bilan teng bo'lib urushish shart emas. To'g'rimi? Ya'ni u bunga gap qaytaryapti, bu bunga dalishiga gap qaytarish shart emas. Sizda eshitdim, adashmasam, ko'chaga chiqib aylanibki, o'zing bosilib olasan o'zing. Ya'ni to'g'rimi? Bosilib olasan, 5 minut, 10 minut aylanib kelgandan keyin, ko'cha toza havoni ko'rgandan keyin kelib turib, keyin gaplashsa, ya'ni svejiy miyaga yoki bitta uxlab turib, misol uchun, kecha mana shunaqa bo'ldi, men o'zim fikrimni bildirmodim, misol uchun. To'g'rimi? Keyin shuni normal gaplashib olamiz. Urushish bilan ko'p narsa hal bo'lmaydi. Diplomatiya orqali boya aytganingizdek hal qilib olamiz deysan, ko'p narsa hal qilib olar ekan. Endi shu joyda men opa-singillarimizdan qattiq iltimos qilaman. Erkak kishi biladi, qatga qarab vaziyat ketyapti. Hozir muammo, urush janjal, ovozlar ko'tarildi. Hozir nimadir bo'ladi deydi. Sezadi. Qochishga harakat qiladi. Boshqa xonaga chiqib ketadi. Kuzatganlarimiz ko'chaga chiqib ketishlikka harakat qiladi. Lekin ayollarimiz mana shu paytda opa-singillarimiz shunda eshikni to'sadi-da. Gaplashib olaylik. Hozir mana shu joyda hal qilamiz deydi. Va qo'lidan ushlaydi, tortadi, oyog'iga osiladi, bo'lmasa masalan itaradi. Mana shu paytda erkak kishining g'azabi juda ko'tarilib ketadi va mana shu paytda aynan urushlar, qo'l ko'tarish mana shu paytda bo'ladi. Qattiq so'kishlar mana shu paytda bo'ladi va javobini berdim deyishlar mana shu paytda bo'ladi. Agar mana shu nuqtada bu qochishlikka harakat qilyapti, bu orqasidan quvlab turib, mana shu joyda hal qilamiz. Hozir muammoni hal qilamiz. Agar o'sha paytda ayol ham bir oz hissiyotini chetga surib, mayli dadasi ko'chaga chiqib kelsin, aylanib kelsin va biz har doim aytganmiz erkaklarga shu uydan qochinglar o'sha paytda. Ko'tarilishi boshladimi? Shuni ko'chaga chiqib, 1 soat, 1,5 soat yurib ko'chada, aylanib toza havoda. O'ylab, g'azablar bosilgandan keyin kelib turib, onasi qornim ochdi, choy-poy bormi deb telefon qilib qo'ysin yoki bo'lmasam uyga borgandan keyin yeyishga bir narsa bormi deb so'rab qo'ysin, sekin joyiga tushib ketadi. Faqat bu bizda ego yomon narsa-da, xudbinligimiz. Mani g'ururim to'kilib qoldi. Hozir bu ham janjallashgan odamga, meni xafa qilgan odamga men endi choy beramanmi? Yoki bo'lmasa meni xafa qilgan odamdan men choy so'raymanmi degan g'urur bo'ladi. O'zi borib turib oshxonaga kirib choy-poylarni qo'yishni boshlaydi. Unaqa qilmaslik kerak. O'sha paytda g'ururni chetga surib qo'ysa, choy bormadi, qorni och ketdi.
deyilsa, onasi ham xotini kelib turib nima qilaveradi, choy poyini harakatini qilaveradi. Bu ham choy poyini ichib olgandan keyin xotirjam gaplashib olsa bo'ladi. O'zi bu ham Islomda oila muammo va yechimlar kitobida javobi bor. Juda chiroyli aytilgan. Oysha onamiz bilan Payg'ambar alayhisolamning o'rtasidagi munosabatlarda. Ayol kishidan kamchilik bo'ldimi, o'sha zahoti aytmaslik tavsiya qilingan ekanda. O'sha zahoti. Xotin noto'g'ri ish qildimi, sen noto'g'ri qilding demaslik kerak. Hammamizda tabiiyki o'zimizni himoya qilish instinkti boshlanadi va o'zimizni oqlash, gap qaytarish, yo'q, men unaqa emasman, siz meni noto'g'ri gapirdingiz. O'sha paytda ko'z yumiladi, indamasdan ketiladi. Oradan vaqt o'tadi va yaxshi kayfiyat bo'lgan paytda o'sha paytda esingdami? Ha, o'sha paytda men xafa bo'ldim deb kulib gapirib qo'ysa, o'sha paytda xotin ham yaxshi kayfiyatda, men sizni xafa qilmoqchi emasdim. Bitta mana bunaqangi vaziyat bo'lib qoluvdi-da. Sal jahlim chiqib qoldi, asabiylashib qoldim, rashk qildim deb turib, kulib turib muammo hal bo'ladi. Yoki boshqani namuna qilib keltiribmi? Misol uchun, to'g'rimi? Onasi o'sha paytda, qilding. Yaxshi kayfiyatda, onasi iltimos, seni yaxshi ko'raman. Shu narsani qilmagin. Mana shu narsa bo'lsa, men juda qattiq jahlim chiqadi-da, keyin o'sha paytda sendan g'azablanaman. G'azablangan paytimda seni xafa qilib qo'yishligim mumkin. Men xohlamayman bu narsani deb qo'ysa va bu narsa aytganimizdek, Payg'ambar alayhisalom bilan Oysha onamizning o'rtasida bo'lgan aynan munosabatda. Xuddi shu vaziyatda chiqib ketishganda, Oysha onamizdan kamchilik bo'lgan, keyinchalik bu narsani Payg'ambar alayhisalom shunaqami degan paytda, ha, lekin deb turib, hazil huzur bilan yaxshi kayfiyat bilan o'sha paytda muammolar hal bo'lgan va bu keyinchalik takrorlanmaganda, eng asosiysi. Zo'r. Endi men tushungan narsam, ayollar boyiga o'sha janjal bo'lganda eshikni olib turib olmay, o'zini o'sha tutib, azgina aylanib kelsin deb, keyin eng asosiysi, men nimani tushundim, erkaklar kerak bo'lsa shu qo'li bilan og'zini yopib chiqib ketish kerak-da uydan, to'g'rimi? Aytish kerak. Gapirib qo'ymaydi-da, ya'ni og'zini zamokka qilib chiqib ketsa, menimcha ko'proq foyda bo'ladi. Aytish kerak bo'lgan narsa, onasi hozir davom etsa yaxshi bo'lmaydi. Menga vaqt ber, men ko'chaga chiqib kelay. Hozir biz shu narsani hal qilsak, yo javobini berish bilan ish tugaydi, yo men qo'l ko'tarib qo'yishligim mumkin. Men xohlamayman bu narsani deb chiqib ketishlik kerak-da. Tushuntirsa, har qanaqangi ayol o'sha paytda nima qiladi? O'zini yig'ishtirib oladi. Agar sababini aytmasdan shunchaki qoch yo'limdan chiqib ketaman desa, u paytda ham ayollar biroz nima qiladi? Qaq ketyapti degan narsa, keyin orqasidan SMSlar yozish boshlanadi. Yo'q, har bitta harakatlarini, maqsadini tushuntiradigan bo'lsa, hozir biz muammoni hal qila olmaymiz. Hozir shu holatda bo'lsa, biz yo aytganimdek javobini berish, urish, so'kish bilan ish tugaydi. Xohlamayman. Menga vaqt ber, men shunda 2 soat dam olib kelay, sen ham o'zingni bosib ol, g'azabing bosilsin, meniki ham bosilsin, keyin gaplashamiz. Keyin o'zi bu mavzuga qaytilmaydi. Odatda. O'zi hamma bir-birini xatosini tushunadi. Keyin qaytib kelmaydi o'sha. Shunaqa. Zo'r. Haqiqatda o'sha farzandlarga ham bu qattiq ta'sir qilar ekan. Endi yana misol uchun o'sha mana shu oiladagi bo'ladigan, endi bundan tashqari yana qanaqadir ko'zga ko'rinadigan asosiy qanaqadir yana muammolar bormi? Bir-birini haq-huquqlari va o'zini majburiyatlarini bilmaslik. Eng katta muammolardan bittasi deb o'ylayman. Ya'ni bizda haqqim bor deydi ko'pincha erkaklar, masalan, o'zi haqqi bor bo'lgan narsalarni yaxshi bilishadi, lekin vazifa majburiyatcha. Erkak kishining vazifa majburiyati ikkinchi tomon, ya'ni xotinini haqqi hisoblanadi-da. Bajarmaslik. Misol uchun, o'zi vazifa majburiyatlar xuddi shunaqa teskarisi ham bo'ladimi? Ya'ni ayolini xuddi shunaqa. Ayol kishi ham o'zini majburiyatlarini bilmaydi to'liqligicha. Masalan, uy yig'ishtirish, ovqat qilish, bolaga qarash degan narsalarni o'zi majburiyat sifatida biladi, lekin undan boshqalaricha. Undan boshqa juda ham ko'p majburiyatlar bor. Kitoblarda zo'r yoritib berilgan. Va erkak kishida ham xuddi shunaqa. Men uy bilan ta'minlab qo'ysam, yashaydigan joy bo'lsa, yeydigan ovqati bo'lsa bo'ldi-da deb o'ylashadi-da. Yo'q, unaqa emas. O'zi Baxtiyor oila kitobida majburiyatlar erkak kishiniki. 2 xil bo'ladi deyiladi. Moliyaviy majburiyatlar bor va muomalaviy majburiyatlar bor. Majburiyat bo'lgandan keyin u ertaga javob beradi qilmasa.
Masalan, moliyaviyda yedirish, ichirish, kiyintirish, yashaydigan joy qilib berish, nafaqasi, boshqa narsalar va muomalaviyda unga yaxshi muomala qilish, uni so'kmaslik, haqorat qilmaslik, ota-onasiga yaxshi munosabatda bo'lish. Endi baribir har bitta farzand o'zini ota-onasini yaxshi ko'radi. Kelinning ota-onasiga nisbatan hurmatsizlik qilsa ham ular xafa bo'ladi. Shu kabi narsalar. Bu narsalarni bilmagandan keyin e'tiborsizlik qilmaydi, bajarmaydi. Bajarmagandan keyin ikkinchi tomon xafa bo'ladi, norozi bo'ladi turmush o'rtog'idan va tabiiyki bu o'rtada tushunmovchiliklarni, nizolarni olib keladi. Agar har bir inson sifatida mana majburiyatlarim bor, xotinim endi bu narsani xotin o'ylab topmaganda, erkak kishini majburiyatini xotin mana yozib bermagan, ya'ni nikoh shartnomasi, boshqa narsalarda yoki bo'lmasam ota-onalar o'ylab topmagan. Bu bevosita din bilan belgilab qo'yilgan narsalar. Har bir borki, har bitta erning zimmasidagi majburiyatlar. Majbur qilgan inson, ya'ni vazifa qilib belgilagan zot ertaga uni so'rab ham oladi-da. Sani vazifang edi, bajardingmi, bajarmadingmi? Va biz mana shu majburiyatlarimizni bajarayotgan paytimizda xotinimizni yaxshi ko'rganligimizdan, xotin quli bo'lib qolganligimizdan emas, bevosita buyurilganligimizdan bajaradigan bo'lsak, birinchidan ixlos zo'r bo'ladi va unga niyatga yarasha savob ham bo'ladi. Ikkinchi tomon bundan mingdan ming rozi bo'ladi-da. Haqiqatda mana aksar qizlar oilada erkak bo'lib katta bo'ladi-da, to'g'rimi? Ya'ni erkak bo'lib katta bo'ladi. Otalar qizini yaxshi ko'radi, buni tan olishlik kerak. Ha, endi haqiqatda otalar ham qizini juda yaxshi ko'rib, erkalab tarbiyalaydi. Bu yoqda o'sha muomalani ko'rsa, kelinda ham anaqa bo'ladi. Ya'ni uyda boshqacha edi. Ya'ni juda erkalanib, hali aytgan narsasi olib berilib ham qilgan edi. Bu yoqqa kelib turib bitta unaqa muomala bo'lsa, misol uchun juda shok bo'lib qoladi deb o'ylayman-da, ayollarga ham-da endi misol uchun. Endi bitta narsa, bilmadim bu kamchilikmi yoki kamchilik emasmi? Odatda ayollar otasiga o'xshagan erkak kishini sifatida qabul qiladi. Bu ma'lum bir darajada zakonomernost. Nima uchun yaxshi ko'rib qoldi desa, o'sha erida, o'sha erkakda otasini qaysidir bir jihatlarini ko'rib qolgan bo'ladi-da. Shuning uchun va tabiiyki qizlar otalariga nisbatan mehr muhabbatli bo'ladi, boshqacha bo'ladi munosabatlari va shu. Endi kelgandan keyin endi bu yerda men tushundim hozir, demak otalar o'ta ideal bo'lish kerak ekan, ularning qiziga yaxshi er uchrashishi, to'g'rimi? Shunaqa desa bo'ladimi? Shunaqa desa ham bo'ladi. Ha. Shunaqa desa ham bo'ladi. Lekin bitta narsa ham bor-da. Ota ideal bo'lgani bilan aynan shunaqangi er uchraydi degan gap emas-da. Bu qonuniyat emas. Biz baribir yashayotgan hayotimiz sinov va imtihon, ba'zan bizga yoqmaydigan narsalar bo'lib turadi. Shunaqa. Endi ayol kishi otasini yaxshi ko'radi va otasini ba'zi jihatlarini erkak kishida ko'rgandan keyin uni yaxshi ko'radi va u bilan oila qurishlikka tayyor. Bitta narsani biz yaxshi tushunishligimiz kerak. Turmush qurishimizdan oldin biz bo'lajak turmush o'rtog'imiz bilan qancha muddat birga vaqt o'tkazamiz? Odatda uchrashuvga chiqiladi, 2 soat, 3 soat vaqti davomida savol-javoblar qilinadi, shu kabi holat. Bu paytda har qanaqangi inson o'zidan ideal inson yasay oladi. Shunaqa. Hamma kamchiliklarni yashiradi, o'zini yo'q sifatlarini bo'rttirib ko'rsatishlikka harakat qiladi va aldanadi. Birinchidan aldaydi, kelinlar, o'sha paytda qizlar aldanadi. Lekin hamma insonning asl qiyofasi, asl yuzi birga yashashni boshlagandan keyin ochiladi-da. Endi siz u bilan bo'lmaydimi? Qiyin, juda ham qiyin. Iloji yo'q desa ham bo'ladi. O'shanga istixora o'qishlik tavsiya qilinadi-da. Turmush o'rtog'i har bitta ishda o'zi, lekin oila qurishdan albatta ota-onalar ham, kelin-kuyovlar ham istixora o'qishlik, chunki uni lotereyada baribir. Kimlardandir surishtirasiz, o'rganasiz, fe'l-atvorini, boshqa narsalarni bilganingizdan keyin baribir ham yashash, ertalab siz u bilan birga tong ottirasiz, kun davomida uni xarakterini bilasiz, kechqurun bitta yostiqqa bosh qo'yasiz, uni xurrik ortishu, boshqa hamma narsalar o'sha paytda chiqib keladi-da. Kimgadir yoqadigan holatlar, kimgadir yoqmaydigan holatlar, shuning uchun yaxshi kitob qo'limga tushib qoldi. Turmush qurishdan avval degan kitob. Men tavsiya qilaman, iloji bo'lsa ko'pchilik hamma
oila qurishdan oldin hamma qo'liga olib turib o'qib chiqsa, juda zo'r. Asosan maktublardan iborat. Psixolog odamlarga nima qilgan? Oldindan masalan faoliyatini bilgan odamlar maktublarni yig'ib olgan. Iltimos bizga hayotiylarni yozib beringlar. Erkaklar, ayollar hamma maktub yozgan. Mana shu maktublarni sharhlab berganda. Bitta joyda kelyapti, ayol kishi xat yozgan muallifga. Mani holatim shunaqa. Hozirgi biz aytgan mavzuyimiz qiz otasini o'ta erka farzandi bo'lib katta bo'lgan, otasi hamma narsalarni masalan qilib bergan, boshqacha yaxshi ko'rgan qizini eriga teggandan keyin bu holatlarni ko'rmagandan keyin eri bilan munosabati buzilaverganda, nizo keyin onasiga shikoyat qilmagan, bu narsani ham e'tiborga olib qo'yish kerak. Onalarga maksimal darajada bu narsalarni bildirmaslik kerak. Ona o'zi bo'layotgan vaziyatni qizini ko'zidan ko'rganda kelgan paytda tushuntirgan. Qizim, hamma erkaklar ham seni otangdek bo'lmaydi. Bir xil insonlar bo'lmaydi. Sen o'sha insonni qabul qilishing kerak, boricha. deydi va mana shu paytda aytayapti muallif. Xat yozgan muallif. Ha, men erimda otamni qidirganligim uchun, otamdagi sifatlar bo'lmaganligi uchun uni egovlayverganman. Siz menga uni qilmayapsiz, siz menga buni qilmayapsiz va hokazo. Endi eriga otadek munosabatda emas, eriga o'sha boshqa er sifatida, turmush o'rtoq sifatida qarashni boshladim va unga bo'lgan munosabatlarim, kutuvlarim, ожиданиям pastga tushgandan keyin munosabatlarimiz yaxshi bo'ldi, deydi-da. Men albatta tavsiya qilaman, Turmush qurishdan avval degan kitobni topinglar. Juda zo'r kitob. Haqiqatda endi har bir insonda o'ziga yarasha kamchiligi bo'ladi. O'sha er deymizmi, aytaylik, kelin deymizmi yoki qaynona deymizmi, qaynota deymizmi, shu qudalar deydigan bo'lsak, o'sha kamchiligiga ko'z yumib turish kerakmi deb o'ylayman-da. Boya aytganingizdek, ideal inson qilib yasab oladi demaydi-da, boya aytganingizdek, ожидание baland, bu unaqa qilish kerak, bunaqa qilish kerak, uyda ko'rgan, kinoda ko'rgan, qayerdadir ko'rgan, juda ожидание baland, o'sha narsani o'sha odamdan kutadi-da. Lekin boya aytganingizdek, o'sha ожиданиеni minimum tushirib, har bitta odam o'zining kamchiligi bor. Tabiiyki u inson o'zi ham ideal emas, o'zining ham kamchiligi bor, o'zidan kelib chiqib turib o'sha muomala qilsa to'g'ri bo'lar ekan. To'g'ri. Xudo xolasa. Va yana bitta narsa xayolim kelib qoldi. Bitta qayerdadir o'qidim-da, video ko'rdimmi? Aytayapti-da, qiz bolani yo'qchilik, o'g'il bolani to'qchilik buzadi degan narsa. Ya'ni bunga munosabatingiz qanaqa? Endi buni biz ham eshitganmiz. Faqat tasavvur qilishimiz kerak, ko'z oldimizga keltirishimiz kerak edi. Nima uchun ayolni yo'qchilik buzadi? Ha, turmush qurgandan keyin uni самосохранение deydi ruschasiga. O'zini o'zi o'sha yashab ketish, himoya qilish, xavfsiz hududda bo'lish instinkti ayollarda juda kuchli bo'ladi. Nimaga? Chunki barra bola, farzand masalan homilador bo'ldi, qo'lida go'dak farzandi bor. Ya'ni yaxshi sharoitda bo'lgisi keladi. Och qoldi degani, ya'ni men och qolyapman deb turib to'polon qilmaydi. Bolalarimiz och qolib ketyapti deb turib erkak kishini egovlayveradi-da. Endi yo'qchilik buzadi degani u buzuq ayolga aylanib qoladi degani emas, balkim eriga nisbatan muomala munosabatda, masalan, ovozini ko'tarib qo'yish, hurmatsiz muomala qilib qo'yish, shu kabi narsani men tasavvur qilaman. Balkim qaysidir joyda insofsiz, vijdonsiz ayollar masalan yo'qchilik sababli buzuqchilikka kirib ketar. Lekin yo'qchilik sababdan asosan munosabatlarda yomonlashuv kuzataman-da. Erkaklarda to'qchilik buzilishligi o'sha o'tlab ketib qoladi-da, qo'pol qotganda. Ikkinchi xotin, uchinchi xotin va boshqa narsalar. Endi siz anaqa turmush qurgandan keyingi anaqalarni mavzularni ko'tardingiz-da. Men yana bitta jihatini ko'rganman bu yerda. Ya'ni yoshligidan tarbiya qilayotganda, qiz bolani, o'g'il bolani tarbiya qilayotganda, shu o'g'il bolaga iloji boricha qo'liga o'sha pullar berib qo'yib, mashinalar olib berib qo'yib, nima desa o'shani muhayyo qilish o'g'il bolaga zarar qilib qo'yadi-da bir xil payt.
sababi u o'zi miyasini anaqa fikrlash kerak, u qayerdan pul topish kerak, nima qanaqa yo'llar bor, qayerdan nima qilish kerak, ishlash kerakmi, biznes qilish kerakmi. O'sha narsaga, ya'ni hamma narsasi bo'lsa, endi meni ham tanishlar, o'rtoqlarim bo'lardi. Puli ko'p, nima qilishni bilmaydi, nima uchun ishlayman deydi. Meni cho'mchagimda shuncha pulim bor deydi, mashinam bor deydi, benzinimga adam pul berib turibdilar deydi, nima qilaman deydi. Ya'ni qanaqadir ma'noda shu to'qchilik erkak kishini nima deydi, izlanishini to'sib qo'yadigandek jihatini ko'rganman-da. Va anaqa o'zi bilsangiz, mani endi fikrlashim balki boshqalarda har xildir, lekin o'g'il bolaga maksimalni u boya aytganingizdek o'ziga mas'uliyat berib, o'ziga o'sha aytaylik payti kelsa umuman pul berish kerak emas-da. O'sha yokida me'yor deymizmi, misol uchun paytida o'sha ota misol uchun sezib turib kerak bo'lib turganda misol uchun berib, qolgan payti yo'q, bilmayman, endi o'zing harakat qilib ko'rchi deyish kerakmi misol uchun-da. Keyin bu o'g'il bolalarga tegishli masalada, ya'ni o'sha to'qchilik o'g'il bolani aniq qilib qo'yadi, buzib qo'yadi deb o'ylayman. Qiz bolani nimaga yo'qchilik aniq qiladi, yomon ehtiyoji bor bo'lsa. Ha, sababi u unaqa fikrlashga anaqa emas, mas'ul emas. Qayerdan pul topaykan va hokazo deb ayol kishi topib yurish kerak emas-da. Va misol uchun ko'chada endi yuradi ayol kishi, institutga boradi, o'qiydi, hokazo maktabga boradi. Bittasi kelib turib, misol uchun restoranga olib boraman desa, tez uchib ketishi mumkin-da ayol. Lekin ko'rmaganda chunki hayotda. Lekin mana shu qizni otasi aytaylik qo'liga zo'r telefon olib bersa, misol uchun, qo'liga o'sha qancha pul kerak bo'lsa bersa, yaxshi restoranlarga olib borsa, misol uchun-da, o'sha aytaylik ko'chada yurgan bolalar qizlarga qiladigan отношенияni uyda уже ko'rib olgan bo'lsa, misol uchun o'sha 100 ta atirgul emas, misol uchun 1000 ta atirgul bersa, de ertaga uni oldiga kelib bittasi gul bersa, bundoq qiladi-da, icho deydi-da, telefon olib bersa, misol uchun ketib qolavermaydi-da. To'xta, uzr, men 10 barobar zo'r telefonim bor deydi, misol uchun-da. Mana shunday jihatini ham ko'rganman-da men. Ha, menga yoqdi fikrlaringiz. Men bu narsalarni o'ylab ko'rmagan ekanman. Zo'r. Men haligi o'g'il bolalarni tarbiya qilish masalasida bir necha misol keltirmoqchiman. Yaqin tanishimiz bor. Bolalarini yoshligidan, o'sha kichkina paytdan imkoniyati bor bo'lsa ham piyoda yurg'izgan. Piyoda. Bozorga 4 kilometr, 5 kilometrga piyoda. Pulimiz qolmadi. Marshrutkada yura olmaymiz, avtobusda bora olmaymiz deb haligi bolani piyoda ba'zan imkoniyati bor bo'lsa ham kechqurun non yeyishgan. Wow. Prosta non yeyishgan. Bugun ujinga, kechki ovqatga non, suv bilan, ha. Va bu narsani o'g'il bola, men uchun bu zo'r tarbiya bo'lgan. Men uchun o'sha paytda yangilik, lekin havas qilganman. To'g'rimi, noto'g'rimi? Endi hamma o'zi hal qiladi, hamma o'zi belgilaydi, lekin ba'zan imkoniyat yo'q ekanligini o'g'il bolaga ko'rsatishlik kerak. Ekanligini masalan men tushunganman-da. Har doim bor deyilsa, ertaga qiyin vaziyatda yo'qchilikka tushib qolsa, u o'zini yo'qotib qo'ymaydi. Ikkinchi misol, yaqin tanishimizning oilasida bo'layotgan narsa, u ham aytib berdi, men uchun bu ham yangilik bo'ldi va hozir o'g'limga bu narsani aytib qo'ydim. Xo'p, kommunal to'lovlarni shunda ota zimmasidan olib turib, bolam bundan keyin hammasini sen to'laysan. Necha yoshda? 20-22 yosh atrofida. Zo'r dedim. Xo'p, shu paytgacha o'zi ham aytibdi. Shu paytgacha kommunal to'lovlarni to'lab yurganman va uyda isrof ko'p bo'lardi. Xonada hech kim o'tirmasa ham svet yonib turardi. Ba'zan suvlar jimillatib, masalan, oqib turadigan holatlar bo'ladi, gazlar yoqilib holatlar bo'lardi. Va bu narsani hech kim qayerdan kelyapti, qanaqa qilib to'lanayotganligini o'ylamagan deydi-da. Bolam bugundan boshlab turib, men pul topadigan bola, sani zimmangda. Bundan boshlab turib men svetga ham, gazga ham hech narsaga pul to'lamayman. Endi uydagi svet, gaz, suvlarga ona ham qarab olib yuribdi, bolamni puli ketib qolmasin deb turib, o'zi ham qarab yuribdi, iltimos svetlarni o'chirib yuringlar, ortiqcha isrof bo'lmasin deb turib. Mas'uliyat. Shunda masalan nima kichkina narsaga bo'lsa ham masalan mas'ul qilib qo'ysa zo'r ekan degan tasavvur paydo bo'ldi-da menda. Yoqdi menga. O'zimizning uyimizda shunaqa holat bo'ldi. Bolalarim bilan kitob o'qiydigan bo'lsa,
pul mukofoti bor menda. Maktabda coin oladi. Unga keyin auksionda alohida nimadir sotib olishligi mumkin. O'sha Rahimov Schoolda. Lekin biz coindan tashqari uni pul bilan mukofotlaymiz har bitta tugatilgan kitob uchun. Zo'r. Qizim zo'r, ideal. Rosa kitob o'qiydi. O'g'limda biroz muammo bor. Unga pul kerak emas. Pulga unaqa qiziqmaydi. Telefonni sindirib qo'ydi. Telefonni sindirib qo'ydi. Borib uni to'g'irlatdik. 700 ming, 800 ming so'm bo'ldi. Kelgandan keyin bolam qarzsan dedim. Men yorimdan sani telefoningni tuzatib berdim. Endi sen menga hozir ishlab pul topib bera olmaysan, lekin kitob bilan menga to'lab berasan. Necha yosh? O'g'lim hozir 12 yosh. Yo'q, 12 emas, 13 yosh. 14 ga to'ladi inshaalloh. Endi u kitob bilan menga o'sha summasi bor. 16 tamikin, 18 tamikin kitob menga o'qib berishlik kerak. Va uni masalan biz deadline ham qo'yganmiz, vaqt, aniq vaqt. Mana shu muddatgacha rozimisan desam, bo'ldi, roziman dedi. U endi u qochib qutula olmaydi. Menga u pul kerak bo'lmasa ham endi u qarzdan qutulishlik kerak. Endi hozir 3 ta kitob o'qib tugatdi. Va hozir yana keyingisini kechada iltimos kitob do'koniga borib kelsam bo'ladimi dedi. O'zi kitob do'koniga bordi. O'ziga o'zi kitob sotib oldi. Shunaqa mas'uliyat berar ekansiz unga. Endi nafaqat men, hamma xonadonda bor va hamma xonadonda o'zgacha holatda. Endi bizning xonadonimizda shunaqangi holat. Endi qizlarimizga mas'uliyat yuklamaslikka harakat qilamiz, lekin o'g'il bolaga albatta. Biror joyga boradigan bo'lsak, kartani berib yuboramiz o'zi. Borib turib hisob kitobini qiladi, boshqa narsasini qiladi. Mashinani masalan parkovka qilish, boshqa narsa, umuman kichkina lekin mas'uliyat bo'lgan narsalarni biz zimmasiga yuklatamiz va kutamiz natijasini. Yoshlikdan mana shu narsani demak qilib ko'rsa, nima deydi ani, pul bilan muomala qilishni o'rgatar ekansiz unga bittada, kitob o'qish muhimligini o'rgatar ekansiz. Qarz bo'lsa uni berib yuborish oxirgacha o'rgatdi. Ya'ni bir nechta jihatlarini ko'rdim. Haqiqatda juda ham zo'r. Endi biz unaqangi chuqur mulohaza qilib turib, masalan, shunaqangi narsalar bo'lar ekan deb turib qilmaganmiz. Shunchaki bitta narsani qildik va uni orqasida keyin nima foydasi borligini endi ko'ryapmiz-da. Va tavsiya qilamiz, o'g'il bolalarga albatta yoshligidan mas'uliyatni yuklashlik kerak deb o'ylayman. Otalarda ham bitta narsa, men bitta situatsiya bilaman. Otalarda ham bu narsa bo'yicha mas'uliyat katta-da, mana shu farzandni shu yoshligidan 10 yoshi deymiz, 8 yosh deymiz, 12 yoshidan o'sha narsani mas'uliyat sekin-sekin yuklash unga. O'sha aytganingizdek ozgina-ozginadan yuklash. Misol uchun bitta situatsiyani bilaman. O'sha bir insonni otasi demak o'sha o'g'liga mashina olib bergan. Mashina olib bergan. Endi o'g'il xursand, mashina olib berganda bakli to'la moyilani almashgan va hokazo olib bergan. Keyin u mashinani minishni boshlagan o'g'li. Minishni boshlagan. Hammasi zo'r. Aniq o'rtoqlarda mashina yo'munda bor va hokazo. Keyin qarasa benzin tugab qolar ekanda. Shunaqa mashinaning anaqasi bor ekan, jihati. U benzin doim to'la bo'lib turmas ekanda, qachondir tugar ekan u. Qanchadir yursa-da. Keyin o'sha benzin tugab qolganda otasiga keladi. Otasiga keladi-da, benzinga pul bering deydi. Shunaqasi otasi qaraydi-da, endi men senga ham mashina olib berib, ham mashinangga benzin qo'yib, men ham qo'yib berishim kerakmidi degan savolni beradi. Bo'ldi. Uje hamma narsasi bor bo'lgan o'g'il, shu 17-18 yoshida bittada uje fikrlash o'zgardi-da unda. To'xta. Otamda har doim ham pul bo'lmasligi mumkin ekan. Har doim ham. Demak, miyani ishlatib, nimadir qilishim kerak ekan deb, o'sha ishlashga tushib ketganda-yu bola. Bilmayman, anaqaga bozorga chiqqan, kirra qilgan, bir narsa qilgan, shu benzinimni topib anaqa qilay debdi. Ya'ni bu o'sha siz aytgandek qanaqadir bir mas'uliyat yuklashi bitta ko'rinishi-da. Mana shu joyda misol keltirib o'tsam, oila mavzusi-ku bizda. Mashina haydash uchun biz maxsus kurslarni o'qishimiz kerak-da. O'qishimiz kerak. 3 oy, 6 oy yo'llarni masalan o'sha belgilarni o'rganib chiqishimiz kerak. Qanaqa qilib yurish mumkin, qanaqa qilib yurish mumkin emas. Pul to'laymiz, vaqt yetkazamiz, o'qiymiz. Nima uchun desa, ertaga mashinamizni
noto'g'ri haydab turib urib qo'ymaslik uchun, встречныйga chiqib ketmaslik uchun, qo'pol qilayotganda, qizil yonib turgan paytda yurmaslik uchun, biz ma'lum bir narsalarni uradigan bo'lsa, mashinasi buziladi, o'zini mashinasi ham, birovning mashinasi ham rasxod. Aytganingizdek, shtraf, jarima keladigan bo'lsa, u ham ortiqcha rasxod. Bitta temir uchun shuncha harakat bo'ladi-da. Falon pul to'la, o'rgan. Lekin biz bolalarimizga, o'g'illarimizga 2 oyoqlik masalan, xotin olib beradigan bo'lsak, bunaqangi tayyorgarlik ko'rmaymiz. Afsuski, u tirik jon ekanligini e'tiborga olmaymiz va u bilan umrini oxirigacha birga yashashlik kerakligini e'tiborga olmaymiz-da. Ko'pchilikda shunaqa. Aslida o'sha birga yashashda ham juda ko'p qonun qoidalar bor-da. Mumkin bo'lgan narsalar, mumkin bo'lmagan narsalar. Shu kabi. Biz o'zimiz ham kurs qilganmiz. 297 ming so'mdan bolalar sotishdi. Odamlar himmatli qildi. Qiziqmadi. Taqdimot qildik, sotuv boshladik, odamlar qiziqmadi shunchaki. Men kerak emas deb o'yladim. Kitob 297 ming so'm bu bizning kursimiz. Video darsliklarimiz. Kitob 50 ming so'm, 70 ming so'm masalan o'ziga qarab turib. Baxtiyor oila biroz qimmatroq turadi, lekin boshqa kitoblar arzonroq turadi. Bu kabi narsalarga xarajat qilmaymiz. Prosta o'qigimiz kelmaydi-da yoki qimmatli qiladi. Lekin boshimiz muammoga duch kelgan paytda oilada u paytda endi iloji yo'q, yuraveradi-da. Unga murojaat qilib, menga rosa odam ko'p yozadi. Instagramda juda ko'p odam yozadi va muammosini hal qilgisi keladi-da. Ana shu vaqtning o'zida. Ilgari biz konsultatsiya qilardik. 1 million 200 ming so'm konsultatsiya. Vaqtim uchundirdim-da men. Ilmimni sotmayapman. Yoki bo'lmasam boshqa narsa emas. Bu men ajratadigan vaqtim qiymati. Sizga ajratadigan vaqtimda men boshqa ishlar bilan shug'ullanishim mumkin. Men oilam bilan vaqt o'tkazishim mumkin, izlanishim mumkin, kitob o'qishim mumkin, boshqa narsa. Shaxsiy hayotimdan qaytarib bo'lmaydigan 1 soat vaqtini sizga ajratolman. Va sizni muammoingiz bilan men yashab ko'rishim kerak. His qilmasam sizga to'g'ri maslahat bera olmayman sizga. Birovning dardini eshitaman osonmi? Yo'q dedi, voy, falonchi ekan, qimmatchi ekan, falon deb turib negativ bildirishadi. Siz majbur emassiz mendan konsultatsiya olishlikka. Siz bitta dona kitob o'qib chiqing. Yoki bo'lmasa men aniq bilaman deyman, sizni muammoingiz biz gapirib bo'lganmiz o'sha. 400 ga yaqin video chiqarganmiz. Har xil muammolarni boshimizda ko'rganmiz, hayotimizda ko'rganmiz va unga yechim qanaqa tavsiyalarni berib bo'lganmiz. Vaqt ajrating, o'zingizni shaxsiy vaqtingizni ajratingda, internetda shunda bir izlanib ko'ring. Xohlamaydi. O'zini shaxsiy vaqti ular uchun qimmatli. Kitob sotib olgisi kelmaydi, pul yoki bo'lmasam kurs sotib olgisi kelmaydi, xohlamaydi bu narsalar, qiziqmas. Lekin o'zini komforti uchun bizni qulayliklarimizdan shunda biz majburdek ko'rishadi. Hozir konsultatsiya bermay qo'ydik. Uzr, vaqtimiz yo'q. Mana videolar bor, mana kitob bor. Yoki bo'lmasam kurs. Ancha arzonga tushadi o'z aslida. Endi qanaqadir ma'noda anaqa siz ishingiz anaqa psixologlar ishiga o'xshab ketadi-da. Ya'ni insonni dardini, muammosini eshitib, unga решение berish-da. Tadqiqotlar, statistikalar ko'rib chiqadigan bo'lsak, dunyoda eng qiyin bo'lgan kasblar ro'yxati bor. 10 taligi bor, 5 taligi bor. Mana shu 5 talikni ichiga kiradigan kasblar shaxtyorlar, yer tagida ishlab aniq qiladiganlar, keyin xirurglar, bilasiz, 10 soat, 15 soat tikka turib bitta narsani aniq qiladi. Psixologlar, tadbirkorlar va yana kimdir edi. Ya'ni psixologlar, men o'ylayman, bitta odam, mana masalan, bir kunda sizda 3 ta shunaqa muammoni hal qilsangiz, siz uni his qilib, boya aytganingizdek his qilishingiz kerak-da. Yashab ko'rish kerak. Yashashingiz kerak-da. Yashashingiz uchun siz u dardni ichingizda his qilishingiz kerak-da. Nima bo'lyapti? Bu dunyoda eng anaqa qiyin kasblardan biriga kirgan anaqa kasb-da, bu juda qiyin deb o'ylayman-da. Lekin odamlar bu narsani tushunmaydi. Va men u narsadan emas, ko'proq men o'zimning vaqtimdan to'g'risi qizg'onaman.
Chunki aytaman, u vaqtni qaytarib bo'lmaydi-da. Bo'ldi, o'sha vaqt o'tdi. Hayotingizda qaytmaydigan eng qiymatli, qadrli narsa vaqtda insonning umri. O'shanga men vaqtimga qiziqaman to'g'risi. O'zi 1 million kiz endi kim qanaqa o'ylash anaqa daromadiga qarab, lekin siz berayotgan qiymatga menimcha endi birovning oilasini masalan saqlab qolish. U sizga kerakmi, kerak emasmi? Ajrashib ketayotgan oilangiz, buzilayotgan oilangizni saqlab qolmoqchimisiz? Demak, siz uchun bu qiymatli narsa, qadrli narsa, oila. Shu va shu kabi endi kimdir aytaman, odamlar tekin narsaga o'rganib qolganda. Tekin narsaga xohlaydi shu narsani. Lekin tushunib yetishimiz kerak. Hamma narsa ham tekin bo'lavermaydi. Hamma narsani o'zining qiymati bor. Eng kamida masalan bu 4 ta kitob o'qisa oila mavzusida, unga psixolog ham kerak emas, unga konsultant ham kerak emas. O'sha yozilgan narsalarga amal qilib yashash insonni ancha masalan muammolarni hal qilib qo'yadi. Haqiqatda sizdan 1 million kizga konsultatsiya olgandan ko'ra 1 soatlik misol uchun borib turib kitob do'koniga 10 ta oila haqida kitob olsa, 100 ming so'mdan misol uchun aytaylik, bo'ldi. Men aytaman, men oxirgi 1 yil ichida menimcha konsultatsiya bermayman, chunki charchaganman-da. Juda qiyin. Yoqimsiz holat. O'shanga odamlarga faqat kitob o'qinglar. Kurs bor, mana sotib olinglar, xohlasanglar, kerak bo'lsa agar. Shu yoki bo'lmasa tekin faqat vaqtingiz ketadi, YouTubedan qidiring, Instagramdan qidiring. Lentamizda o'sha 400 ta videoning ichida o'zingizga kerak bo'lgan mavzuni toping. Biz gapirib bo'lganmiz bu mavzularni. Endi biz o'zbekchilikda oila muqaddas deymiz, ya'ni oila o'ta muhim narsa deymiz, lekin uni demak, hozir siz aytayotgan narsa uni teskarisi-da. Bu narsaga nima olib kelib qo'ydi bizda deb o'ylaysiz? Ya'ni oila muhimligini tushunamiz-da, lekin o'sha aytaylik o'sha muammosini hal qilib beruvchi insonga 1 million bergimiz kelmaydi. Yokida oila muhim deymiz-da, boya aytganingizdek, to'ydan oldin misol uchun tayyorlanmaymiz, kitob o'qimaymiz, kimdirga borib maslahat qilmaymiz. Oila qurishni biz tabiat qonunidek balkim ko'rishimizdir. O'tda yuzaki qaraladi, qanaqadir. Bu tabiiy jarayon. Tabiat qonuni, erkak kishi bilan ayol kishi voyaga yetgandan keyin birga yashashlik kerak. Bo'ldi. Endi u qanaqa jarayonlar boshidan o'tadi, bu qiziq emas. Bilmadim. Yengil qarash bor, haqiqatdan. Aytaman, agar inson birinchi navbatda o'zini tanisa, mana shu kitobda ham zo'r yozibdi-da, turmush qurishdan avval degan. Birinchi navbatda siz o'zingizni tanib oling. Hayotda nimaga erishmoqchisiz, maqsadingiz nima, kimsiz o'zi, prinsiplar, qadriyatlar. Qadriyatlaringiz. Qayerga qarab ketayotganingizni siz aniqlashtirib olganingizdan keyin turmush o'rtoq topish osonroq bo'ladi, tanlab olish. Endi unaqa insonlar bilan yashash osonroq-da. Unaqa insonlar bilan yashash oson. Men bitta narsadan xafa bo'laman. Ba'zi opa-singillarimiz oila qurishdan oldin gaplashib yurishadi. Uzoq muddat gaplashib yuradi. Zararli odatlari bor bo'lgan insonlar insonligini ham biladi. Ba'zan haqorat eshitadi. O'sha uchrashib gaplashib yurgan odamidan haligi noto'g'ri qadam bosib qo'ysa, rosa so'kadi gurillatib. Ba'zida uradi ham. Hali to'y qilmagan, xotini ham emas. Gurillatib uradi. Lekin sevgi, muhabbat deydi-da. Va o'sha narsalarga nima qilib, sabr qilib, o'sha odamlar men baribir baxtli bo'laman deb o'ylaydi. Men bitta narsa aytaman, to'ydan oldin qo'l ko'tarib, haqorat qilib yurgan odam va zararli odatlari bor bo'lgan odamlar bilan maksimal darajada uzoqroq bo'lish kerak. Siz 2 soatga chidashingiz mumkin, chunki inson kun davomida birga yurmaydi-da. To'ydan keyin battar qiladi do'stlar. To'ydan keyin battar bo'ladi. Endi o'sha bilan yashashlik kerak. 24 soat endi o'sha narsaga ko'nib yashash kerak. Va ko'pincha chidamaydi. Aynan mana shu sevishib turmush qurganlar ajrashyapti-da. Sevishib turmush qurganlar. Endi hammasi demaymiz. Statistikada shunaqa. Ajrashayotganlarni so'rasangiz, hammasi bir qancha muddat birga gaplashib, sevishib yurgan bo'ladi-da. Yashagandan keyin endi sevgi, muhabbatdan asar ham qolmaydi. Haqiqatda hozir mana bitta narsa aytdingiz, ya'ni to'ydan oldin qadriyat, missiya, maqsad qo'yish, oliy maqsad nima? Qadriyat, prinsiplar, nima mumkin, nima mumkin emas. Men o'sha uylanmoqchi bo'lgan ayolim aldamasligi uchun men ham aldamasligim kerak. Uni zararli odasi bo'lmasligi uchun men ham aytaylik sigaret chekmasligim kerak degan narsalarni oldindan tayyorlansa haqiqatda ko'p muammo hal bo'lar ekanda. Men yana bitta fikr keldi xayolimga.
mana shu narsani o'tirib qog'ozga yozish kerak-da. Ator olib, misol uchun savol berish kerak deb o'ylayman. Mening maqsadim nima? Hayotdan, hayotdan maqsadim nima? O'ylasin. Baxtli hayot kechirish bo'lsa, oila bilan mayli yozsin o'shani. Baxtli hayot qolib, endi bu uchun nima qilish kerak? Mening qadriyatlarim qanday? Misol uchun, yokida nimaga chidab yashayman, nimaga chiday olmayman? Ha, men oladigan ayol idealmi? Yokida ideal bo'ladimi? Uning bilmayman shu darajagacha yozdim, misol uchun uning tashqi ko'rinishi qanday bo'lishi kerak? Uning ichki maqsadlari, qadriyatlari qanday bo'lishi kerak deb yozib chiqsa, men endi anaqa tadbirkorlik jihatidan qarayapman-da. Chunki anaqa biznes model tanlayotganda, biznes yo'nalish tanlayotganda примерно shunaqada, masalan, qaysi bozorga kiraman, nima uchun kiraman, u yerda nechta odam bor, nechta odamga sota olaman-da, masalan. Bu yerda xuddi o'sha narsani yozsa, qo'lda ator qog'ozda qo'llanma bo'lar ekanda. To'g'ri. Qarang, o'zidan kelib chiqib turib yozdi boyagina, o'zini ham tushunib oldi yaxshiroq va kimni qidirishni ham tushunib oldi va ko'p holatda menimcha o'sha qizni topish ehtimoli tezlashadi bo'ladi, tezlashadi. Bir xil men do'stlarimiz bor, yillab yurishadi-da ayol qidirib. Vibr katta-da. Ha, tanlash imkoniyati ko'p. Unisi ham, bunisi ham bor. 30 ga kirib qolgan, 35 ga kirib qolganda, hali ham qidirib yuribdi-da. Mana xohlayotganligini o'zi ham bilmasligi mumkin-da. Meni o'ylashim bo'yicha shu. Nima xohlayotganini bilmaydi o'zi. Dal shu yoshi katta bo'lgan sari kapriznilashib ketaveradi, tanlov qiyinlashib ketaveradi. Bu unaqa ekan, unaqa ekan, bu yozmabdi, yozib ol, o'zi idealing qanaqa, misol uchun. Mashina tanlayotganda erkaklarga anaqa mashina anaqaroq tushuntirish osonroq. Mashina tanlayotganda ham anaqa qiladi-yu, ya'ni o'ziga savol beradi-yu, rangi qanaqa bo'lsin, modeli qanaqa bo'lsin, 90 da yursin, 91 da yursin, 80 benzinda yursinmi yoki elektromobil bo'lsinmi, ruchnoy bo'lsinmi, avtomat bo'lsinmi, lyuki bo'lsinmi, bo'lmasinmi, beradi shu savolni, to'g'rimi? Nega boya aytganingizdek temirga shu savolni berib, mayli buni yozmasdan miyasidan anaqa etsa, tirik jonga unaqa qilmaydi degan savol qiynab qoldi-da hozir mana. To'g'ri. Xo'p, xuddi shu turmush qurishdan avval kitobi yozilayotgan narsa qarang. Mabodo siz bo'lajak turmush o'rtog'ingiz bilan uchrashib, gaplashyapsiz, berilishli kerak bo'lgan savollar ham bor-da. Aniqlashtirish uchun shablonlar tayyor. Men albatta tavsiya qilaman, topib o'qinglar. Javobini yozib chiqsa bo'ldi. So'rab olsa bo'ldi. So'raydi masalan, chiqdi ko'rishga, suhbatlashyapti va qanday savollarni berishlik kerak insonni bilib olishlik uchun. Filtr ekanda. Filtr juda zo'r. Menga yoqdi boru, rostdan o'sha kitob yoqdi va tavsiya qilaman. Endi eng ko'p beriladigan savollardan bittasi masalan uchrashuvga chiqqan paytda nimani so'raydi-da yigitlar. O'sha kitobni topinglar, o'qinglar, o'shanda yozib qo'yilgan. Qanaqa savollarni berishlik kerak. Xudo xolasa foydali bo'ladi deb o'ylayman va u kitobni ota-onalarga ham tavsiya qilaman-da. Chunki biz farzandlarimiz baxtli bo'lishini xohlaymiz. Ularni tarbiyalashda ham, o'zini qadriyatlarini topib olishlikda ham yaxshigina asos bo'ladi deb o'ylayman. Endi boyagi hozir mana ota-onalar deganimizga bitta narsa xayolim kelib qoldi. Ota-onalar mana anaqa teoriya pokoleniy deymiz, ya'ni pokoleniy nima edi? Avlodlar o'sha teoriyasi. Qaraydigan bo'lsak, ota-onalarni dunyo qarashi umuman boshqacha. Bizdagi hozir aksar qaynota-qaynanalarni qarashi umuman boshqacha. Ulardan keyingi keladigan pokoleniyaniki, avlodniki, ularniki ham o'ta boshqacha. Undan keyingi 3-chi keladigan pokoleniyaniki, ularniki undan ham boshqacha. Va ko'p holatda o'rtada o'sha bitta pokoleniya bo'ladi, ya'ni qaynota-qaynanalar birinchi pokoleniya bo'lsa, uning kelinlari kamroq holatda ikkinchi, ko'proq holatda 3-chi pokoleniyaga to'g'ri kelib qoladi-da. Bu degani, agar mana hozir biznes nuqtai nazaridan qarasak, Z pokoleniya, Z avlodi, to'g'rimi? Alfa avlodi, beta avlodlari chiqyapti. Men o'rganib chiqdim-da. Hammasini dunyo qarashi, fikrlari boru umuman boshqacha, umuman farq qiladi. Umuman ishonasizmi, mana bitta pokoleniya, baby boomerlar pokoleniyasi hozir o'sha qaynona-qaynotalarga to'g'ri keladi.
45-50 yoshdan 70 yoshgacha deylik, taxminan baby boomerlar pokoleniyasida avlodi. Ular ko'proq stabillikni xohlaydi, komfortni xohlaydi, mana shunaqada. Undan keyingilar qarang, anaqa maqsadlar o'zgarishini qarang. Ular bu narsani xohlasa, bular umuman nima deydi, katta maqsadlar, kreativlik, katta maqsadga intilish, mana shunaqa narsalarda. Qarang, undan keyingi pokoleniya, aytaylik, Z pokoleniyasi вообще boshqacha. Ularga stabillik umuman yoqmaydi. Qarang, tepadagilarga sal-pal yoqardi, baby boomerlarga вообще yoqadi stabillik. Yillar davomida zavodda ishlashligi mumkin edi. 50 yillar. Shunaqa 50 yillab tiq etmay arzon anaqaga ishlashga tayyor. Bular yo'q, unaqa emas. Bularga anaqa kerak. Nima edi? Grafik. Постоянный grafik emas, nima edi? Flexible deydi-yu. Ya'ni erkin grafik. Erkin grafik kerak bularga. Bular hech qachon 9 dan 6 gacha ishlamaydi, xohlasa ham. Lekin endi keyingi pokoleniya, alfa pokoleniya umuman boshqa. Ular digital hayot. Digital degani ijtimoiy tarmoq. YouTube'siz, mana men yoshligimda koptosiz tasavvur qila olmaganman. Yoshligimda kopta deb yurardim, bekimacha o'ynab yurardim. Hozir ular o'ynamaydi, kopta o'ynamaydi. Bir qismi bor, adasi futbolga berganlar o'ynashi mumkin, lekin ko'chaga chiqib futbol o'ynaydiganlar o'ta kamayib ketgan va ular uchun koptok bu YouTube. YouTube digital hayot, Telegram, YouTube. Komment yozishni biladi, o'sha nima deydi, anaqa hayotga moslashgan meta deymizmi? Ya'ni bizni hozir material hayotimiz bor va u yoqda meta hayot bor. YouTube, ijtimoiy tarmoq, nima Instagram hayoti bor, ularga moslashib ketganda, endi betalar undan ham вообще farqli-da. Betalar mana hozir 2015 dan keyinmi, 20 dan keyinmi, adashmasam 22 dan keyinmi, xullas, mana yaqin tug'ilayotganlar, misol uchun ular вообще farqli-da. Endi bir nuqtaga bir necha daqiqa jamlay olmaydi deb aytishyapti-da. Ha. Instagram, YouTube nimalarni videolarni tez ko'rganligi uchun fikrni jamlashlikda muammo bor deb aytishyapti ularni. Klipoviy mishleniya deydi, ya'ni klip 15 sekundlik fikrlash. 15 sekunddan yuqori fikrlamaydi. 15 sekund jamlab turish mumkin fokusini. Mana biz endi yosh bolalar bilan ishlaymiz aksariyat. 15 sekund jamlab tura oladi, fikrini keyin o'zi bo'ldi, qochadi, boshqa narsaga o'tib ketish kerak. Bo'lmasa anaqa lomka bo'ladi. O'shaning uchun ham mana bizdan ko'p ota-onalar so'raydi, nimaga sizlarda dars soati 1 soat deydi. Baraka topkurlar, bu Z avlod, alfa avlod. Bularni fikrlashini 1 soat 20 minut ushlab turish qiyin, umuman qiyin. Va tadqiqotlarni ko'radigan bo'lsak, Yaponiya, Finlandiya, anaqa Koreya ta'limlari bilasiz, juda yuqori birinchi o'rinda yurishadi. Institut darslar, maktabli darslar 40 minut, 45 minut. Undan oshiq emas, yosh bolalar, ya'ni aksar maktab tugatguncha, 11-sinf bo'lguncha 40-45 daqiqa dars berishadi, undan ortiq neeffektivniy deyishadi, samarasiz. Endi shuni tushuntirsak, tushunishmaydi, ya'ni ko'proq bo'lsin deydi. 1,5 soat bo'lsin deydi. Bizda oldin 1,5 soat edi, nimaga 1 soatga tushirdik? Yarim soatda pustoy ketardi bolani. 1 soat mana bizda kameralar bor, hatto xonada kameralar bor. Ko'rasiz, 1 soatdan keyin o'zi men boshladim. Zerikish. Men boshqa dars bo'lyapti, mana shunaqa o'tirishadi. Endi boyaga avlodlar teoriyasiga keladigan bo'lsa, ya'ni ota-onalar, o'sha qaynanalar mashina ham tushunish kerakmi deb o'ylayman-da. Chunki keyingi pokoleniya, mana Timur aka ham aytdilar, kelganlarda umuman boshqacha. Keyingi avloddagi biz hech qachon bo'la olmaymiz. Mana biz 30-35 yoshlik yigitlar hech qachon 20 yoshlik bolalardagi fikrla olmaymiz. Ular o'zi bizdan ancha boshqacha. Anaqa rivojlanib ketganda ular ancha. Va ularni keyingilari ham 10 yoshliklar ham unaqa emas. Ya'ni 10 yoshliklar 20 yoshliklardan ko'p narsa biladi-da. 20 yoshliklar 30 yoshliklardan ko'p narsa biladi. Haligi hayron qolaman-da, biz yoshlar bilan ishlaymiz-ku. Qanaqadir so'zlari bor. O'zini so'zlari. Islomiyatmi hozir qaraqasiz, siz ham bilmadingiz kerak. Bir narsa so'zlar bor, unda slanglarda gapirib qo'yishadi. Ana bitta so'zi bor, u qizumas degani. Degan ekan. Bitta so'zi bor, juda zerikarli. Mana shunaqa slanglar bilan gaplashadi-da, misol uchun.
O'shanga ota-onalar o'sha o'g'lini uylantirayotganda, qizini erga berayotganda mana shu narsalarga ahamiyat berish muhim ekanda. Demak, menda shunaqa xulosa paydo bo'lyapti. Agar siz farzandingizni o'zingizga o'xshab fikrlashligini xohlasangiz, maksimal darajada ularni gadjetlardan uzoqlashtiring. Shunaqa. Va agar gadjetlarga qiziqadigan bo'lsa, uni o'sha soha bo'yicha ta'limga bering. Masalan, Masay Tiskovga, to'g'rimi? Hop, zo'r. Misol uchun, mana Timur aka bitta zo'r narsa aytdilar-da. Aytdilarki, bolaga deyaptilar 15-16 yoshgacha telefon berish kerak emas deyaptilar. Qanaqa ma'noda? Smartfon. Sensorli telefon berish kerak emas. Knopочный beringlar, qayerdasan, qayerda yuribsan va hokazo. Bo'ldi, shuni o'zi yetadi deyaptilar. Endi u hayotga moslashishdan orqada qolib ketmaydimi degan menda savol tug'iladi-da. Mana shu savolni berdim, yo'q dedilar. Chunki biz o'zi digital o'rgatamiz-ku, IT o'rgatamiz-ku. Endi o'zlari ham shuni o'rgatadilar. Yo'q dedilar. Nimaga desang, alternativasi bor dedilar. Kompyuter olib beraylik dedilar. Va kelajak kompyuterda-da, ya'ni notebookda juda ko'p narsa hal bo'ladi. Misol uchun siz, men kompyutersiz men misol uchun hayotimni, ishimni boshqarishni tasavvur qila olmayman. Hamma narsani kompyuterga ulab qo'yganman-da. Misol uchun ertaga chet el ketsam ham shunda kompyuter ochaman, bo'ldi, hisobotlarni ko'raveraman-da. Telegramda, boshqa platformalarda-da. O'shaning uchun telefon bermanglar dedilar. Va haqiqatdan o'yladim-da, men shuni xuddi sizdek aytdim. Qolib ketmaydimi dedim. Keyin boshda qarshi ham chiqdim-da. Keyin mana hozir o'ylab ko'rsam, yo'q, qolib ketmas ekan. Qolib ketmas ekan. Chunki telefonni bitta foydali jihati bor ekan. Bitta yo ikkita yo uchta deylik. Nima desangiz, birinchi foydali jihati, ota-onasi telefon qiladi, qayerdasan? Yaxshi yuribsanmi? Qachon kelasan? Mana bitta foydali jihati sensorli telefonni. Ikkinchi foydali jihati mutolaa yoki shunaqa bir applar bo'lsa, kitob, audio kitoblar bo'lsa, o'shani eshitish. Lekin uni bola eshitmaydi. Demak, bitta foydali jihati qolyapti-da. U foydali jihatni boyagi telefon bilan ham olsa bo'ladi, knopочный. Endi bu smartfonni qolgan jihatlari salbiy jihatlari ko'proq ekan. Ijobiy jihatiga qaraganda. Ijobiysi o'ta kam, sanoqli, 5 ta barmoq bilan sanasa bo'ladi foydali jihatlarni. Salbiylari o'ta ko'p ekan. Instagramga kirib ketadi, har xil kerak emas saytlarga kirib ketadi, psixikasini biz boradigan saytlarga kirib ketadi, vaqt yo'qotadi. Anaqa qimor, bir narsa, oqimlar va hokazo ko'p ekanda. Bu yerda bu narsani bloklab qo'yish qiyin-da, mana biz ITdamiz. Bloklaysiz boshqa saytdan kirib ketadi. U saytdan bloklaysiz boshqasidan kirib ketadi-da. VPN yoqadi. Misol qiyin-da. Ya'ni botdan qiyin, ya'ni u odamning endi irodasi sal sustroq bo'ladi. Yoshlarni irodasi sustroq bo'lgancha o'zini to'xtatib qolish qiyin-da. Bu yoqda o'sha xavf yo'q ekanda, knopочныйda. O'sha xavf saqlanganda, xohlasa ham internetga kira olmaydi-da. Faqat alo, qattasiz, men uyga kelmayman, SMS yozish mumkin. Kompyuter olib berish kerak. Ha. Zo'r. Shavkat aka, rahmat kattakon, juda ham maza qildim to'g'risi. Meni o'zi tayyorlab kelgan savollarim bor edi. Savol ochmadim ko'rsangiz. Ko'rgan bo'lsangiz, zo'r. Endi oxirgi anaqamizda blitz savollarimiz bor. Shu blitz savollarni berib, keyin suhbatimizni tugatsak bo'ladi. Birinchi savol shundan iboratki, hayotingizni o'zgartirgan kitob. Unaqa kitoblar ko'p. Har safar o'qiganimdan keyin o'qdi deyman va hayotim o'zgardi deb o'ylayman ba'zan. Savdogarlar ustozi rosa yoqadi menga. Insonni moliyaviy nimasini, bilimini oshiradigan, ya'ni pul bilan muomala qilishni o'rgatadigan kitob. Bitta joyini aytaman, masalan, zo'r joyi inson nima uchun boy bo'lishi kerak degan savolga otasi javob bergan bo'ladi-da. Sen boshqalarga foydang tegishligi uchun ham senda pul bo'lishi kerak deydi-da. Ya'ni inson har doim boshqalarga foydasi tegib tursa, zo'r deb o'ylayman. Hozir ko'p kitoblarni aytishim mumkin, lekin shu narsa birinchi xayolimga kelgan narsa. Zo'r. Ikkinchisi, kelajakda, ya'ni kelajak yaqin bir 10 yilda eng muhim bo'ladigan ko'nikma qanaqa bo'lishi mumkin deb o'ylaysiz? Qiyin savol. O'ylab ko'rishlik kerak.
insonlar bilan muloqot qila olish deb javob bera qoling. Kommunikatsiya. Kommunikatsiya. Ha. Zo'r. Haqiqat har bitta muammoni anaqasi, решенияsi deb o'ylayman. Men Hasan aka, Husan akalarga juda havas qilaman. Mamasayev Infactor'ga aka nimalarga, ustozlarga juda havas qilaman. Insonlar bilan muloqot qilishni men shulardan zo'r o'rganganman. Juda o'rganish mumkin bo'lgan joylar ko'p. Zo'r kommunikatsiya. 18 yoshligingizga maslahat. Ya'ni 18 yoshdagi Shavkat Hasanga. O'zimni 18 yoshimga nima degan bo'lardi? Ilm o'rgan, izlangin deb aytgan bo'lardim. Zo'r. Shunaqa. Va oxirgi savol, jamiyatda nimani o'zgartirgan bo'lardingiz agar sizda shunaqa imkoniyatingiz bo'lsa hozir? Ya'ni bitta narsani. Oila qurishdan oldin oilaga tayyorlov kurslarini majburiy qilib joriy qilgan bo'lardim. Voy, vashta. Aniq avtoshkoladagi. Avtoshkoladagi. Voy, vashta. Endi biz o'zimizni holatimizdan kelib chiqib bu narsani aytaman, ko'pchilik baribir bu narsani e'tiborga olmaydi, muhim narsa deb o'ylamaydi, lekin bu juda muhim aslida. Oilaga tayyorgarlik ko'rish bu faqat bir kunlik to'y emasda. Oila mustahkam bo'lsa, avlodlar to'g'ri tarbiyalanadi. Oila mustahkam bo'lsa, jamiyat, mahalla to'g'ri bo'ladi. To'g'rimi? Mahalla zo'r bo'lsa, vatan, O'zbekiston yaxshi bo'ladi. O'zbekiston yaxshi bo'lsa, gullab yashnab ketaveradi. Shavkat aka, rahmat kattakon. Maza qildik suhbatdan. Maza qildik. Rahmat.